Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Rishton tumani Jahonobod qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Mana kichkina garaji bilan juda chiroyli holda o'rnadi bu darvozamiz. Bu darvozamiz eniga 410, bo'yiga 4 metr razmerga bo'ldi. Garaji 260 ga 160 razmerda. O'sha summasi 15 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz 1 kvadrat metri 720 ming so'mdan tayyorlandi. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, darvozamiz stoykalari 8 ga 8, 1.7 stenada bo'ldi. Stoykalari taglari shiviller, ichidagi profillari 6 ga 4, 1.5lik stenada, listlari 1.3lik listda bo'ldi. Juda chiroyli holda o'rnatildi bu darvozamiz. Darvozamiz kraskadan oldingi holatlarini ham ko'rsatib o'tgandik. Videolarimizni ko'rgan bo'lsalaring, kraskadan oldingi holatini ham ko'rsatganmiz. Darvozamiz orqa holatlari, zamoklar har doim o'rnatilgan shu zubur zamok. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holda o'rnatildi. Zatorlar, shu center zator, kalitlari. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.